Toshkentda o'tkazilgan Dunyo quyosh nigohida inklyuziv forumi nafaqat madaniy tadbir, balki jamiyatda tenglik va ijtimoiy integratsiyani rivojlantirishga qaratilgan muhim ijtimoiy maydon sifatida muhim ahamiyat kasb etdi. Muxbirimiz tadbir voqealari va ishtirokchilar fikrlari bilan tanishdi. Bu tadbir shunchaki bayram sifatida emas, balki jamiyatda mehr-muhabbat va bag'rikenglikni kuchaytirishga qaratilgan ijtimoiy harakat sifatida o'tkazildi. Umuman olganda, so'nggi yillarda O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish, inklyuziv ta'limni rivojlantirish hamda aholining ijtimoiy zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash borasida izchil islohotlar olib borilmoqda. Ushbu festival ana shu jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida inklyuziv tushunchasini nazariy darajadan amaliy bosqichga olib chiqishga xizmat qilgani bilan ahamiyatlidir. Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Tabassum bolalar markazi bilan o'tkazilayotgan tadbirimizning asosiy maqsadi barcha bolalar teng, ular qanday alohida ehtiyojga ega bo'lmasin, lekin ular uchun jamiyatda teng huquqlilik va teng imkoniyatlilik yondashuvi albatta birinchi navbatda bo'lishi kerak va barcha bolalarimizni huquqlari, ijtimoiy imkoniyatlari bir xil teng rivojlantirishi va ta'minlanishi kerak degan maqsadda o'tkazilmoqda. Tadbir doirasida tashkil etilgan chiqishlar, ijodiy va sport faoliyatlari, ma'rifiy tashabbuslar inklyuziyaning mazmun mohiyatini kengroq ochib berdi. Ayniqsa, alohida ehtiyojga ega bolalar va yoshlarning ijtimoiy faolligi, ularning san'at, sport va ijoddagi yutuqlari orqali jamiyatda shakllangan ayrim stereotip qarashlariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu quyosh bolashamizning ismlari Shahnoza, 3,5 yoshdalar. Boshqa bolalar singari bular ham davlat bog'chasida tahsil oladilar va juda ham raqsga tushishni yaxshi ko'rar ekanlar. Hozirgi kunda shu oylari bilan o'zlari nimani istasalar, o'shani tushuntirib bera oladilar va bitta ikkita so'zlar bilan gapirayotgan ekanlar. Bunaqa bolalar bilan ishlash qiyin emas, chunki bular ham oddiy bolalar kabi agar qaraydigan bo'lsak va bularga boshqa bolalar kabi emas, hamma bolaga qanaqa murojaat qilsak, ular bilan qanaqa ishlasak, bunaqa bolalar bilan ham xuddi shunaqa ishlashimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri, ba'zi holatlarda qanaqadir boshqacha yondashuv qilishimiz kerak, lekin bular ham hamma bola kabi ajoyib baribir. Bunday tadbirlar jamiyatda inklyuziv madaniyatni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. U orqali bolalarning qobiliyatlari va ularni qo'llab-quvvatlash zarurligi keng jamoatchilikka yetkaziladi. Ijtimoiy ongni o'zgartirishga xizmat qiluvchi sezilarli ta'sir hosil bo'ladi. Shu bilan birga davlat organlari, nodavlat tashkilotlar va ota-onalar hamkorligi inklyuziv siyosatni tizimli rivojlantirishga imkon yaratadi. Murojaat Xatov, Farhod Bosarov va Zangzakov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.